Başlangıç bu kadar. Setga bo'ldi, yana 2 qavat kavralar bo'ladi-ya. Usulenning matrasimizga bunday setkalar qo'yiladi. Bu belida grejasi bor odamlarga ham, vesi og'ir odamlarga yaxshi tushib beradi. Oralarga ham setlardan qo'yib ham chiqqanmiz, cho'kib ketmasligi uchun. Yo'llarda ham hamma yoqda bo'ladi. Mana hali ham o'sha matras, setkali, 2 qavat kavralar. Oralarida mana zetlari bor. Yo'llariga tumacha qo'yib qo'yiladi. Havo chiqarib olish kerak tumacha. Keyin bir xil klientlar emas, endi anaqa so'raydi odamlar. Shu matraslarning ichi musor bo'lsa kerak deydi-yu, shunaqa odamlarga fikringiz qanaqa? Yo'q, u kim nimasiga bo'ladi, lekin biz musor solmaymiz. Boshqalarning nari, biz musor solmaymiz.